Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 9-aprel haftaning chorshanba kuni Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bu bozorning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kunlari bo'ladi bu bozor. Hop, yosh bolalar uchun mayka bilan nima bu? Mayka short deyman. Maykasi mana bilan mayka. Ha, mayka shortik. Bunisi maykani o'zi ekan. Mana bilan mayka shortlar bor. Shuni bittasini ochingchi, mana shuni bitta ko'rsatsak bo'ladimi? Bu holatda YouTube'da shuning uchun mana erinmasdan ko'rsatib qo'yaveramiz mana. Yeyim uni. Ha, mana shunday qilib tursangiz bo'ldi aka mana. Xo'p, mana shunaqa narsa bo'ladi mana. Nech pul deyapsiz aka endi buni? Buni 7,5 ming beryapmiz. Unaqa katta razmeri shu 8 yoshlarga tushiradi. 7,5 ming so'm pastligi bilanmi? Yo'q, maykasini o'zi. Maykani o'zi. Pachkada nechta? 10 ta pachka. Pachkada 10 ta bo'ladi. Bu donaga sotilmaydi-a? Yo'q, pachka sotiladi. Ha, pachkada 10 ta bo'lar ekan o'zi. Bo'ldi, bekitib qo'yaverasiz. Hop, mana mayka tursi, mayka shortik degani ham xuddi shunga o'xshagan bo'ladi. Shortikchasi bo'ladi. To'g'ri, shortchasi bor uni. Endi telefon nomeringiz. Telefon nomerlar 90lik 90lik 855 855 5904. 5904. Kilometr. Xo'p, mana hozir bizda hozir 11 dan sal o'tdi. Hozir ham bozor bo'lyapti. Xo'p, vaqtliroq kesalarini bu akam ham yig'ishtirib qo'yishgan ekan mana. Chunki hozir yomg'ir yoqqanligiga ko'p sotuvchilar bugun vaqtli yig'ishtirib yuborildi. Mana mashinaga tahlab qo'yishdi. Xullas shunaqa narsalar. Telefon nomeringizni aytaymi? Necha yana bitta aytib qo'ying, qaytarib. 90lik 855 855 5904. 5904 ga telefon qilaverasizlar. Mana shunaqa mahsulot kerak bo'lsa, manaqa mayka shortcha. Endi kimdir mayka tursiga deyishi mumkin. Endi buni yosh bolalarga mayka nima ekan? Shortcha ekan. Yumshoq. Ha, yozda kiyib yuradigan. Bundan bariga kiyib yuraveradi. Uyda ichida ham, tashqarida ham. Bizda havolar yaxshi bo'lib ketyapti bundan bariga mana. Shunaqa narsalar. Mana rasmlar bor. Keyin iloji bo'lsa kunduzi telefon qilinglar, kechasi telefon qilmasdan.